Hop, pul yerda yotibdi degan gap bor. O'shani hozir ko'rib qoldik-da. O'shani ko'rsatmoqchiman. Mana. Mana. Mana shu bitta qatorda 25 ming bor. 25 ming dollar yotib shu yerda. 25 ming, 25 ming. Mana yana. Taxminan 200-300 ming yotib shu yerda. Ko'rasizlar? Faqat shu terib olish kerak bo'ldi. Hop, yana bitta narsani ko'rsatmoqchiman sizlarga. Xitoyda 2-3 xil перегрузlar bor. Hozir biz Xitoy skladimizda odatiy yuklanish bor, ya'ni skladga tushadi. Skladdan keyin qozoq fura keladi-da, qozoq furaga yana ortiladi. Ikkinchi usuli bor, bu mana hozir bu yerda yong'oq ortilyapti. Xitoy furada kelgan. Bu qozoq furani bu yoqqa sразу olib kelib qo'yib, bir kunda yuklashadi. Qozoq furada. Bu yerda nima bo'ladi desanglar, bu yerda kun yo'qotilmaydi. Skladga pul to'lanmaydi. Bir vaqtda o'zida shuni ikkita fura keladi. Sразу yuklab chiqib ketiladi. Taxminan 2 kunda qarabsizlarki, chegaradan o'tib oladi. Ya'ni Xitoy chegarasidan. Hop, bu yerda nima qiyinchiligi bor desanglar, shu vaqtni to'g'ri taqsimlash kerak. Ya'ni Xitoydan keladigan furaga, bu ochiq shu qizil furalarga bu qozondan furani tayyor qilib yetkazib turish kerak. Shunda vaqt yo'qotmaysizlar. Mana shunaqa qilib mana yuklab olsa bo'ladi. Shunaqa. Xitoy skladlari yuklan bo'lingan furalar.